Bugungi kunda mana qarang, Rasulullohni masxara qilaman degan tog'utlarni prezidentni Alloh o'zini xalqini qo'li bilan shamanda qilib qo'yapti. Fransiyaning prezidentini qarang mana. Qachon bo'lsa bir shapot urgan, unga meva otib qolgan, yana bir haqoratlab so'kib qolgan. Bundan ortiq xorlik bo'ladimi? Prezident odam qayerga borsa, itdek xor bo'lib quvilib yotibdi. Ana shuni Alloh rasuliga va'da berib qo'ygan. Inna shaniaka huval abtar. Sizni haqoratlagan odam o'zi dumi kesilgan degan. Itdek xor. Qayerga bo'lsa dumining ichiga tiqib qochishga mahkum itdek. Amr ibn Maymun aytadilar. Abdulloh bizga aytib berdilar Baytul Molda, ya'ni Abdulloh Mas'ud gapirib beryaptilar hadis. Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yusalli indal bayt. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ka'bada namoz o'qiyotgandilar. Qurayshdan bir jamoat o'tirib tomosha qilayotgandi Rasululloh. Bu haligi hijratdan avval Makka davrida. Qurayshiylar o'sha paytda bir tuya so'ygan edi. Shunda bir ba'zilariga qarab aytdiki, qaysigilar shu tuyani ichak-chavog'idagi tezaklarni olasizlarda ichak-chavog'i bilan qoni bilan oladida, so'ngra Muhammadni poylaydi degan sallallohu alayhi vasallam. Qachonki yuzini sajdaga qo'ysa, ustidan tashlab yuboradi. Abdulloh Mas'ud aytadilar, shunda ularning eng badbaxti chiqdi yo'lga. O'sha so'yilgan tuyaning ichak-chavoqlarini oldi va uni olib bordi. Kutib o'tirdi Rasululloh sajda qilishlarini. Rasululloh sajdaga yiqilganlaridan keyin bellaridan tashladi Rasulullohni. Shunda keyin hech kim jur'at qilmagan qaragan shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ustidan borib shu narsalarni olib Rasulullohni himoya qilishga. Chunki hamma qo'rqardi, zaif edi musulmonlar. Ana shuning uchun ham aytayapmiz. Ummatni kuchi yetmaydigan narsaga ma'lumot qilish o'zi ham qila olmaydigan narsaga. Bu mo'minning ishi emas bu. Hozir mana shunaqangi da'vatchilarni uchratasiz. Ey ummat, tirikmisizlar? Rasululloh so'kilyapti deydi. Siz tirikmisiz? Ha, tirikman deydi. Nimaga qarab o'tiribsiz? Nima qilayman deydi. Ummat nima qilsin? Ha, jihad qilsin deydi. Siz jihad qilyapsiz, qasos olmayapsiz-ku Rasululloh so'kkanda. Men qasos olmaylar demoqchi emasman bu bilan. Ma'lumotchilarga gapiryapman buni. O'zingiz qila olmaydigan narsani ham nimaga boshqalarga ma'lumot qilasiz? Mana shuni Alloh oyatda aytgan. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun degan. Nega o'zingizlar ham qila olmaydigan narsani gapirasizlar? Ma'lumot qilib. Targ'ib qilish boshqacha bo'ladi, qilish kerak, boshqa ish kerak. Lekin tirikmisan, o'lingmisan, joning bormi? Nimaga qaramaysan? Bu ummat o'lgani yaxshi degan ana shu ma'lumotshunoslar bor. Mana bu yerda ham qarang, hech kim Rasulullohni himoya qila olmayapti. Shunda Rasululloh odamlarga qarab tirikmisizlar deganlarmi? Endi Rasulullohning qizlariga hech narsa qila olmaydi deb qizlarga borib aytishgan qarang. Ana shunaqa shovvoz ayollar ham bor hozirgi kunda. Uchratyapti shularda. Nima emish? Ha, agar ayollar jihad qilganda Qudus qachonlarda fath bo'lib ketgan bo'lar ekan. Qilsa unda qanday Qudusni fath? Bu riyokorlik, manmansirash, shunaqa narsadan boshqa narsa emas. Ummatning erkaklarini odam hisoblamaslik. Aslida ayollarda ustiga bitta xotin oling, ana ko'rasiz Qudus fath qilishdi keyin. O'zini ishini qila olmaydi. O'zini ishida sabr qila olmaydi. Qudus fath qilishdan gapiradi. Odam shuning uchun o'zini ishini bilish kerak, hamma o'zini ishini qilish kerak. Hozir mana qarang. Aybladim birov, hech kimsa jur'at qila olmadi Rasululloh ustidan axlat topib tashashlikka, borib qiz bolaga aytishyapti. Yosh qiz bola yana joriya bo'lgan Fatima radhiyallohu anha. Qara, otangni ustiga axlat tashyapti deyishgan. Shunda Fatima onamiz ummatni ma'lumot qildimi? O'lganinglar yaxshi erkaklar shu kuninglardan. Uyolmaysizlarmi bitta qiz bolaga aytgani kelib? Shuni dedilarmi? Fatima onamiz. Yo'q, ularda nafs toza edi-da, qilsa Alloh uchun qilardi, nima qilsa ham hech birovni ma'lumot qilmasdi. Men dindorman, sen dinsizsan, men qilyapman, sen qilmayapsan. Bu odamlarda ana shunaqangi bir riyokorlik, nafsdagi illatlardan bunaqangi gaplar. Fatimaga xabar qilindi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizlariga. U joriya edi deyaptilar. Ya'ni yosh qizcha edi degani. Endi tabiiyki unga inday olmaydi hech kim. Qiz bolaga nima deydi? Yugurib keldi Fatima. Rasululloh ustlaridan oldi shuni. Axlatlarni ya'ni. Rasululloh namozlarini bo'shatgandan keyin mana qarang, Allohga shikoyat qilganlar, odamlarga emas. Allohumma alayka bi Quraysh deganlar. Ey ummat, qani sizlar demaganlar. Bilardilar ummat zaif, nima ham qilsin? Hakamda aytish mumkin, ha, unda 20 ta 30 ta sahobiy bor edi. Hozir 1,5 milliard musulmon bor axir. O'sha 20 ta sahobiy hozirgi 1,5 milliard musulmondan yaxshi bo'lgan o'shanda. Lekin hech narsa qila olmagan baribir mana. Bugun 1,5 milliard musulmon bitta sahobidek himmati yo'q. Nima qila olasiz bu odamlar bilan? Allohumma alayka bi Quraysh dedilar mana. Senga topshirdim Quraysh deganlar. 3 marta shunday duoibat qildilar. Keyin xoslab duo qildilar mana. Allohumma alayka bi Abi Jahl ibn Hisham va Shaybat ibn Rabi'a va Utbat ibn Rabi'a va Uqbat ibn Abu Mu'ayt hatta adda sab'atan min Quraysh. Allohim Abu Jahlni senga havola qildim deganlar. Ibn Hisham, Shaybat ibn Rabi'ani
Utbat ibn Robiyani, Uqbat ibn Abu Muaytni senga topshirdim deganlar. 7 ta kishini Qurayshdan shaxsan mana sanab chiqdilar. Bu yerda 4 ta keldi, qolgan 3 tasi Valid ibn Utbat ibn Robiya, mana shu Utbat ibn Robiyani o'g'li. Va Umayyah ibn Xalaf, yana bittasi. Va yana biri Umarat ibn Valid. Ana shu 7 ta odamni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shaxsan duoibat qildilar. Ravi Abdulloh Mas'ud aytibdilar: "Favallazi anzala alayhi al-kitab laqad ra'aytuhum sar'a yawm badrin fi qalibin wahidin." Rasulullohga kitob nozil qilgan zotga qasamki, men ana shu odamlarni hammasini Badr kunida quduqning ichida bitta quduqda o'lib yotganligini ko'rdim hammasini deganlar. Rasulullohning duolari urdi ularni. Hammasi 7 tasi Badr kunida o'ldirilgan bular. Hammasi quduqqa itni o'ligidek qilib o'liga olib borib tashlangan. Demak, mana uzoq vaqt o'tmadi. Oradan 5 yil, 10 yil o'tdi, hijrat qildilar. Badr jangida hammasi o'ldi. Innalloha yumhil va la yuhmil. Alloh ana shunday muhlat berib qo'yadi, e'tiborsiz qoldirmaydi. Bugungi kunda mana qarang, Rasulullohni masxara qilaman degan tog'utlarni prezidentni Alloh o'zini xalqini qo'li bilan shamanda qilib qo'yapti. Fransiyaning prezidentini qarang mana. Qachon bo'lsa bir shapot urgan, unga meva otib qolgan, yana bir haqoratlab so'kib qolgan. Bundan ortiq xorlik bo'ladimi? Prezident odam qayerga borsa, itdek xor bo'lib quvilib yotibdi. Ana shuni Alloh rasuliga va'da berib qo'ygan. Inna shaniaka huval abtar. Sizni haqoratlagan odam o'zi dumi kesilgan degan. Itdek xor. Qayerga borsa dumining ichiga qochishga mahkum itdek.